Pastdagi maktab o'quvchisi o'yin o'ynab o'tiribdi, lekin bu xato. Bu andijonlik oddiy bola, ismi Shohislom, yoshi 15 ta. 1 yildan oshiq vaqtda Andijondagi Meta IT markazimizda dasturlash va sun'iy intellekt kurslarimizda o'qidi va hozir juda ham zo'r natijalar ko'rsatyapti. Ayni vaqtda bu o'quvchimiz hamma biladigan Counter Strike o'yinini klon variantini yaratishni boshladi va 10 kunlik natijasi bilan hammani hayron qoldiryapti. Yoshim 15 ta, andijonlikman. Hozir Counter Strike o'yinini yaratyapman. Undan oldin Need for Speed o'yinini yaratdim. Agar mayda-chuda o'yinlarni hisobga olsak, vashshi ko'p bo'ladi. Imkoniyatlar hozirda juda ko'p, faqat ulardan foydalanish kerak. Hozir maktabdan ta'til olamiz. Har kuni Meta IT markaziga kelib, yangi proyektlar ustida ishlayapmiz. Sun'iy intellekt bilan dasturlash vashshi dahshat ketyapti hozirda. Faqat undan foydalanishni bilish kerak. Kelajakda niyatlar juda katta. Google, Microsoft kabi gigant kompaniyalarda ishlamoqchiman.